Ot sport turi O'zbekiston hududida 3000 yillik tarixga ega bo'lib, Uloq Ko'kari, Qizquvdi, shu va shunga o'xshash milliy o'yinlar bizgacha yetib kelgan. Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi Chavandozlar maktabi 2022-yil 1-marta tashkil qilingan bo'lib, hozirgi kunda 32 bosh ot parvarishlanmoqda. Ular ahil-tekin, Qorabayir, nemis, poni zotlariga mansub otlar. Shulardan 15 tasi alohida ot sportining Uloq Ko'kari, konkur, polo turlari uchun shug'ullanishga ajratilgan. Usta chavandozlar tomonidan mashg'ulotlar reja asosida olib boriladi. Hozirgi kunda Chavandozlar maktabida ot sportining konkur va polo guruhlari tashkil qilingan bo'lib, ot sporti bo'yicha mashg'ulotlar olib borilmoqda. Shuningdek, maktab o'quvchilari uchun reja asosida mahorat darslari Chavandozlar maktabi, ochiq eshiklar kuni, yoshlar bilan uchrashuvlar, targ'ibot va tashviqot, ot sporti bo'yicha ko'rgazmalar ham muntazam o'tkaziladi. Xorazm viloyatida 70 ta tashkilot bilan hamkorlik memorandumi tuzdik. Bular Jalollar Manguberdi maktabi, keyin nogironligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan 97-sonli Xiva shahridagi maxsus internat maktabi va prezident maktablari, umumta'lim maktablari bilan shu hamkorlik memorandumilarini yo'lga qo'yganmiz va 1863 nafar bolani hozir biz so'rovnoma asosida ot sportiga qiziquvchi yoshlarni shu ot sportiga jalb qildik. Bu memorandumning asosiy maqsadi shu: Xorazm viloyatidagi yoshlarni ot sportiga jalb qilish va seleksiya qilib olish maqsadida qilganmiz. Iqtidorli sportchilarni tanlab, razryadli sportchilarni shu O'zbekiston milliy terma jamoasiga yetkazib berish va musobaqalarda ishtirok qilish. 4 yildan beri usta chavandoz bo'lib ishlab kelayotirman. Bizning maktabimizda 32 otlarimiz bor. Toshkentda noyabr oyida bo'lib o'tadigan musobaqa jiddiy tayyorgarlik ko'ribmiz. Niyatlarimiz shu yerda Toshkentda bor, birinchi o'rinni olib kelish. Bizning jamoa respublikada polo sport turi bo'yicha 3-o'rinni egallagan O'zbekiston bo'yicha. Sportdan yoshlarni qiziqishi juda ham yaxshi. Gunda shuda o'zlarimiz mashg'ulot o'tirib turibmiz. Shu o'rinda ot sportiga oid ma'lumotlarga e'tibor qaratsak, ot sporti butun dunyoda seviladigan nafislik, kuch va inson hamda hayvon o'rtasidagi ajoyib hamkorlikni talab qiladigan sport turidir. Bu shunchaki oddiy sport emas, balki asrlar davomida shakllangan madaniy merosdir. Ot sportining bir necha asosiy yo'nalishlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos talablarga ega. Jumladan, to'siqlardan sakrash bu eng mashhur yo'nalishlardan biri bo'lib, chavandoz otning tezligi, chaqqonligi va aniqligi sinovdan o'tkaziladi. Ular ma'lum bir yo'nalishdagi turli balandlikdagi to'siqlarni yiqitmasdan o'tishlari kerak. Undan tashqari vyezd yo'nalishi ham bor. Bu yo'nalish ot baleti deb ham ataladi. Unda otning egiluvchanligi, itoatkorligi va chavandoz bilan mukammal uyg'unligi baholanadi. Otlar oldindan belgilangan murakkab harakatlar ketma-ketligini bajaradilar va to'siqlardan sakrashni o'z ichiga oladi. U ot chavandozning har tomonlama tayyorligi va chidamliligini talab qiladi. Ot sporti nafaqat jismoniy faoliyat, balki aqliy va ruhiy o'sishga ham hissa qo'shadi. U qat'iylik, intizom, mas'uliyat va hayvonlarga hurmat kabi muhim fazilatlarni shakllantiradi. Chavandoz va ot bir butun bo'lib ishlashi, bir-birini tushunishi kerak. Ot bilan ishlash sabr-toqatni o'rgatadi, chunki har bir kichik yutuq uzoq mashg'ulotlar natijasidir. Ot sporti kuchli an'analarga ega bo'lib, u Olimpiya o'yinlari dasturiga ham kiritilgan. Bu sport turida nafaqat otning kuchi, balki chavandozning mahorati ham hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular otdan eng yuqori natijani olish uchun uni noziklik bilan boshqarishi lozim. Vaqt oliy hakam deganlardek, Assalom Xorazm musiqiy dam olishi dasturining 2-noyabr yakshanba kungi soniga ajratilgan daqiqalar nihoyalab bormoqda. Demak, biz Mehmoninson muxlislar bilan xayrlashib olamiz. Albatta, o'z dasturimiz orqali sizning yuzingizga ozgina bo'lsa-da tabassum ulasha olgan bo'lsak, biz o'z maqsadimizga yetganmiz va yaxshi kayfiyatda xayrli kun tilagan holda o'z dasturimizga yakun yasaymiz. Azamat Qodirberganov, bizga ham rahmat. Rahmat. Dasturdagi ishtirok va ijrolar uchun ijodingizga omad tilab qolamiz va yangi qo'shiqlar bilan, yangi ijodiy namunalar bilan sizni mana shu dasturimizda, ushbu studiyamizda kutib qolamiz. Biz muxlislarimiz bilan xayrlashamiz. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deymiz. Ko'rsatuvimizni har kuni tomosha qilishda davom etasiz degan umiddamiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar.